Va alaykum assalom bolajonlar. Hammalaring yaxshimisizlar? Qani kim aytadi? Bugun qanday ekan o'quvchilar? Savobli bayramlar. Alifbo quyoshi, harflarga karvon boshi, Akmal Aziza Ali adam boshlanar bari. Qanotlarini yig'ib olgan kapalakning o'ziman, yelkan bo'lib kemirarda shamollardan o'zaman. Dengiz doyadaman, davlatda dunyodaman deyman shuni. So'z bo'ling, doim aql do'st bo'ling. Bilaklar ichkiman, tiktimli chiroq. Egrar afana tabgach ikizagim deb yopishdi. Ikkalasi filmni ko'rib minamiz deb topishdi. Go'zal so'zda boshlayman, garqa bo'lib yaslayman, gul go'yogilan go'zal chiroyli biram. Hilol hakka xandalak, hunar hovli xalinchak, bormaysiz soqishda, hatto humo qushida. Simyoqoshda tirakka o'xshab bo'yin uzunroq, nina kabi ingichka ikki sochizsan. Soyabondan bandizini bir pas saqlab olibdi. Jay harfi yoshqatgani jasur hayron qoldi. Kaltamangi so'zak tamangi aqli ko'dashdan topim so'zakka bilan. Lochinda men yolg'izlar ikkita topdim bir so'zlarlar nechtalar bor bolalar. Ikkita do'stga besh ko'ra berdi. Tabacha kuchun shal yozmadan. Meni samaq oson diqqat bilan qaragan ikki uston aralab qiyasdi. Nechayda qanoqchilar olma menga uchraysan har gal kiysang ko'ypoq poyabzal patir palov yeganda paxta pilla deganda o'ga o'xshasamda alifbo davrim bor qarang xuddi quyonchadek mening ham o'zdumim bor randara tashira qanday yotaman bir qo'lni belga qo'yib bir oyog'ini tiraydi chala 8 meni ilon bo'lib olaman salpatsiz tortgan mana 8 bo'lib qolaman sizdan tanib olursiz to'maris deb yozursiz Toshkent ona shahrimdir T harfidan yozdim uzunda u ikkita harfda esa bitta uzun mumkin o'smirma so'z bo'lsin men borman qonda ham vatan va vijdonda ham vatan volida va vaqt so'zlarini boshlash bor Shu chamaning bunchasiman ishirganing ertasiman yurtimiz bo'ling maqtagan jajigina erkasiman yurtimiz bo'ling maqtagan jajigina erkasiman guli esa ozod yurtim onajonim O'zbekiston hech kim bermaydi seni farzandlaring O'zbekiston guli esa ozod yurtim onajonim O'zbekiston hech kim bermaydi seni farzandlaring O'zbekiston imonimiz butun vatan ishonaver onajonim xizmatingga doim tayyor farzandlaring O'zbekiston ona diyori Boshla. So'zimiz bosh salom, ish boshidir intizom. Mehmonlarga chin dildan deymiz salom, assalom.
Assalom otajonlar, assalom onajonlar. Salomini yo'llaydi sizlarga bolajonlar. Bugun bizning maktabda juda katta tantana, bilimini namoyish qiladi har bir bola. Ustozlar o'gitini dilimizga joyladik. Dilda hayajon bilan bayramimiz boshladik. Endi davramizga bugungi bayramimiz sababchilari bo'lgan 1-B sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Mansurjon va Imona, Egamberdiyev Otabek, Abdurahmon va Imona, Ahmadjonov Sardor, Zokirjon va Muassam, Hamidjonov Baytullo, Olimjon va Madina, Olimjonov Imron, Rasuljon va Parizoda, Musinaliyev Samandar, Rahmatjon va Shukrona, Muhammadov Mohirjon, Mahmudali va Sarvino, Po'latov Javohir, Toshpo'latov Mohinur, Alinjon. Ilm desam tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam dilginam, sandon bo'lgani bo'lgan. Chamanangladim, havoga to'ldi bag'rim. Istiqlol bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani bo'lgan. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori To'raqulov Xolimjon Mamarasulovichga beramiz. Marhamat domla. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, aziz mehmonlar, jajji bolajonlarimiz, maktabimizga xush kelibsizlar. Bugun mana juda ham ajoyib kun. Hamma kutgan kun mana boshqa maktablarga o'tkazib bo'lgan. Biz ayrim sabablarga ko'ra mana bilasizlar, bizning maktabimizda zallari yo'q, boshqa yo'q. Ishda qiyinroq bo'ladi. Demak, biz hozir bahorda bundan ham yaxshi-ku. Ham o'quv yili yakun bo'lyapti, hammaning o'quvchilarimiz va savodxonlik bayramini o'tkazyapti. Mana shu munosabat bilan barchalaring mana farzandlaring sog' salomat birinchi sinfga yakunlay turgani munosabati bilan Alin bayram bilan chin qalbdan tabriklayman deb kechamizni ochiq deb e'lon qilaman. Mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar, ona vatan bag'rida baxtini topgan bolalar. Ona yerda muhabbat yosh avlodning dilida, madhiyamiz yayraydi bolalarning tilida.
Bizni bag'riga bosgan bola raylab o'sgan yuksalib yildan yil O'zbekiston jon vatan. Farzandiga jon fido tinib tinchimas aslo bardam salomat bo'ling ota-onam doimo. Bilimlar mamlakati makon aylaganimizda ta'zim va rahmat deymiz. Sizlar aziz ustozga. Yoshlarni o'ylagan, baxtimizni so'ylagan, sog'mi bo'lsin boshi. Rahmat sizga. Qo'limizda bor kitobimiz bizga oftob bizda dobizda yaxshi mulk, yaxshi odob. Yaxshi odob. Zo'r chiroying bor, baxt to'la gul vatan O'zbekistonsan. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Xush oy yulduz yaltirar, qalqondir O'zbekning askari. Xush oy yulduz yaltirar, qalqondir O'zbekning askari. İstiqlol mash'ali yongan vatanim, bayraming muborak mening jon tanim. Quyosh kulib boqqan elimga hardam, an'ana to'ylarga to'liq chamanim. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Bayrog'ing boshingda hilpirar, mash'ali. Xush oy yulduz yaltirar, qalqondir O'zbekning askari. Xush oyning askari. Ozod makonim, gullagan chin maskanim, O'zbekiston atalgan xazon bo'lmas chamanim. Endigi navbatning 1-B sinf o'quvchilarini malohat raqsiga beramiz. Marhamat. Zülfü hayallerden, saçları emberdur şamallerden. İki yüzü kızargen, büyülegenden, yürekine mazaflerden. Ardının boyida, meysene kaçırdı melanin uyida. Şecerse oynatma sadrının kuyida, gözlerim çakınaydı muhabbet kuyida. Mahal, mingi birmagin canahat, yüreğim devasiye malahat. Sen diktasan darakta, olmasan
Başımga sen balausan, başımga balausan, niçin uyalma? Söndürdün uyalma. Arıkning bo'yida, maysalar ochildi malaning uyida. Checharsa o'ynatmas sadirning to'yida, ko'zlarim chaqnaydi muhabbat to'yida. Menga bermagin jarohat, yuragimni davosiya. Ko'zlarimni tavsiya. Biz kezgan adirlar gullar bog' bo'ldi, tog'larni aylandi, ko'ngillar chog' bo'ldi. Binafsha terib berayin, ashula aytib berayin, shu qiz yuragimga dog' bo'ldi. Menga bermagin jarohat, yuragimni davosiya. Ko'zlarimni tavsiya. Endi davramizga alifbe kitobini taklif etamiz. Ayting, nelar bildingiz? Ne sirlar o'rgandingiz? Menga sovg'a bo'lsin deb nelar tayyorladingiz? Rahmat sizga ustodim, bizni jondan sevdingiz, ongimizni uyg'otib, bilim saboq berdingiz. Bizni sevib onaday, suratini bilmaysiz, mehnatingiz qilsam, doim shuni o'ylaysiz. Aziz ustoz, biz uchun doim bo'ling salomat, ta'zim sizga hurmat, sizga ustoz, sizga ko'p rahmat. Tarixingdir min asrlar ichra pinhon o'zbegim, senga tengdosh Pomiru, oqsot tensan o'zbegim. So'ylasin Afrosiyob, bu so'ylasin Urfon hayotda ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Yurtim senga she'r bitdim, bugun qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtim, butun olam aro atagan taho. Ular she'ri ishti ko'proq, qanotida kumush diyori. Bir o'rka bor dunyoda, biroq bitilmagan dostoni bari. Faqat ojiz qalamim mani, O'zbekiston vatanim mani. Bilimlar mamlakatin boshlanar alifbodan. 30 ta do'stimiz bor bizlarni alifbodan. Alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirib, odamlarday so'zlaydi. Alifbo quyoshi, harflarga karvon boshi, Akmal Aziza Ali adam boshlanar bari. Qanotlarini yig'ib olgan kapalagining o'zaman, yelkan bo'lib kemalarda, shamollardan o'zaman. Dengizu daryodaman, davlatda dunyodaman deymashin, so'z bo'ling, doim ahil do'st bo'ling. Yurakdan ichki maritikdan birinchi turaman. Egri oyoq feni topgach ekizagim deb yopishdi, ikkalasi filmni ko'rib minamiz deb topishdi. Go'zal so'zla boshlayman, gaplar yaslayman, gul-gul go'zal chiroyli biram. Hilol hakka handalak, hunar hovla qalanchak, bormaysan qushida, hatto humoq qushida.
Simyografiya terakka o'xshab bo'yim uzunroq, igna kabi ingichka, ipga cho'ziqroq. Sayabonning bandisini birpas yig'lab olibdi. J harfiga o'shqarkan deb Jasur hayron qolibdi. Kitob kaliti tamaki so'zda kitob. Kaklikka go'dishdi, to'g'ri cho'zib bergan. Ochunda men yolg'iz laylakda ikkita topdim bir sulolalar, nechta bor bolalar. Ikkita do'st besh, ko'la besh, kalachan kuchim, chal yozini tanib. Neni yashamoq oson, diqqat bilan qaragin, ikki ustidan oralab qiyosdan taragin. Yashardek dumaloqchilar shaklinga urib, olma olxo'ri, hidrakdek dumaloq. Menga uchraysan har gal kiysang paypoq poyabzal, patir palov yeganda, paxta pilla deganda. O'ga o'xshasanda aliboda o'rnim bor, qarang xuddi quyonchalik mening ham o'z dumim bor. Randa toshini qanday yozaman, bir qo'lni belga qo'yib rayoni tiragi. Chala 8 dema meni ilon bo'lib qolaman, salpalsiq tortgan qani 8 bo'lib qolaman. Teman tanib olursiz, Tomaris deb yozursiz, Toshkent ona shahrimdir, T harfidan yozgimdir. Uzumda u ikkita, qolibda esa bitta. Uzum, mumkin o'sib bo'lmas so'z butun. Men borman qonda hamvatan va vijdonda hamvatan valida va vaqt so'zlarini boshlash baxt. Ko'rdim bugun donasiz, hammadan ham a'losiz. O'qish, yozishni bilgan, aqlingiz ham asosiz. Endi bolaydan olay, sizga baxtu omad tilay. Ongingizni chaqlash uchun o'qishdan chorlay. O'qishni seving menga, chin yurakdan o'qingiz. Hikoya ertaklar, manzil chaqib o'qingiz. Har yil bolajonlarni yenisidan unutmang. Shiddat bilan o'qing, maslahatim Bobolarim sevgan el, momolarim bilgan el. Ajdodlari ardoqli, g'urur bilan to'ladil. Endigi navbatni Andijon polka raqsiga beramiz. Marhamat. Buyuklarning vatani bu, suyuklarning vatani bu. Endi davramizga o'qish kitobini taklif etamiz. Assalom bolajonlar, ilmga chanqoq bolalar.
Endi menga qo'l bering, bo'ling zo'r bilag'onlar. Salom yangi do'stlarim, erka qora ko'zlarim. Bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Mehr ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboni topmadim. Jon basi qildim, xudo oromini jonni topmadim. G'am bilan jonimga yetdim, g'am musori ko'rmadim. Hajr ila dil xasta bo'ldim, dilistoni topmadim. Ish aro 100,000 mahal o'qiga bo'ldim, nishon bir kamon abruza turlikdan nishona topmadim. Ko'nglim ichida saf o'qdor g'uncha payqon gul tikan daxir bog'i ichida mindan gulistoni topmadim. Xush mulki ichida sendek shag'u zolim topmadim. Ishq ko'yda o'zimdek notavoni topmadim. Ul armon ichingda bo'lsin ey Navoiy, garchi men bir zamon ishqida mehnatdan ammoni topmadim. Meni o'qish deydilar, o'qish deydilar. Mendagi har mavzuni mag'zin chaqish deydilar. Aytib turdi rivoyat, so'zlar menga bir hikmat. Aqlingizni charxlayman, ma'rifatga chorlayman. Yomg'ir qo'shig'iga beramiz, marhamat. Qizlar Say bo'lib, tamchi yomg'ir yog'ar shoshqanay, dalada sel quyib, yomg'ir yog'ar say bo'lib, damay yog'aver, yomg'ir tez quyaver, damay yog'aver, yomg'ir tez quyaver. xazon bo'lmas chamanim. Endigi navbatni ona tili kitobiga beramiz. Menman ona tiliman, elim dono tiliman. Onalar sof vijdoni, otajonlar diliman. Men ham sizga do'st bo'lay, qolgan kamu ko'st bo'lay. Harf, tovush, ulli, undosh, barin puxta o'rgatay. Yozat va qonun gullagan tun O'zbekistonda aytayotgan xazon bo'lmoqchi. Bobolarim sevgan el, momolarim bilgan el, ajdodlarim ardoqli g'urur bilan to'lardi. Mustaqil bo'lding bugun, ketdi yo'qdan tugun, olamga dong'itayotgan diyorsan baxti butun. Kuzning el kuni yurtimda bayram, unutmas uni barcha shakuram. Dana yo'q boshi, bana yo'q boshi, tuma boshimni yo'lasan. Bayrog'im bilan hilpirar doim madhiyan kuylar kitayin tongib.
Yoshlansin ko'zlar, yutdim deyman, baxtim topgan amin yeyman. Meni o'qing varaqlab, yurakdan mehr saqlab. Ona tili sehrini ardoqlab, sevib yoqlab, husni xat bayon insho. Menla bo'lsangiz oshno, o'rgataman yurakdan, do'st bo'laman doimo. Endi davramizga matematika kitobini taklif etamiz. Matematika o'zim, quyoshdan issiq yuzim, raqamlardan boshlanib, tinglasangiz gar so'zim, 10 ta raqam jominda, kerakdirman har yerda, aqlingizni charxlayman, har misol, har amalda. 21-asr kibermatika asri, bilimdon donolarga ochiqdir bilim fasli. Men senga do'st bo'laman, hamda ham do'st bo'laman. Raqamlarni tanitib, 4 amalni bilaman. Raqamlar bir kuni jam bo'ldi. Birdan tortib 9ga qadar. Eng birinchi bo'lib bir keldi. Eng so'ngida 9 darbadar. Nolni taklif qilmadilar ham. Uni raqam bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro. Kelib chiqdi oxir mojaro. Bir raqamlar boshiman derdi. 9 o'rdek ko'ksini kerdi. 7 desa sirliman dedi. 6 undan qolishmas edi. 8 5 4 2 hamda 3. Maqtandilar ne so'z bo'lsa duch. Xullas kalom eng kichik bo'lib, 2dan ham teng kichik bo'lib, bir sharmanda sharmisor bo'ldi. Barcha raqam ustidan kuldi. Shu payt nogoh nol kelib qoldi. Bir uni shart yoniga oldi. Shu yo'l bilan o'ngga aylandi va ayolsiz jangga shaylandi. Hamma nolni yoniga tortdi. Uning qadri qimmati ortdi. 9 mahkam ushladi nolni. 90 bo'ldi, ko'ring bu holni. Shunday qilib nol talash bo'ldi. Raqamlarga qiymat bosh bo'ldi. Shoyat manzur sizga bu qissa. Ushbu error qissadan hissa. Kamsitmang hech cho'pni xasni ham. Tashu kesak baland pasni ham. 7 emas 1000 o'ylab so'ngding. Nol bo'lmasa 1000 ham birga teng. Olamga dong'i ketgan diyorsan baxtli bugun. Bandaman qo'shig'iga beramiz. Marhamat.
qiyomat sildaman. Men senga jon berlashiqman vali. Sen yo'qman desanman sen shahan shohi zamonsan husnida, hofizi bechora dikman
aytadi. Endigi navbatni Kamol Adiyo Shugunani o'yiniga beramiz.